boy sahobalarimiz haqida eslaganimizda kimlarni eslaymiz? Misol qilib aytib bilamizki, Usmon roziyallohu anhu musulmonlar uchun eng juda katta ish qilgan. Nima ish qilgan desa, bir katta quduqni ular suvga muhtoj bo'lgan vaqtda sotib olib beradi. O'sha juda katta sarmoyani evaziga. Quduq kimniki edi desa, bir yahudiyning qudug'i bo'ladi. U quduqni 28 ming dinorga baholaydi. Usmon roziyallohu anhu o'sha 28 ming dinorni quduq egasi bilan kelishib, quduqning egasi bilan sulh tuzadi. Sulh bir kun yahudiy quduqdan foydalanadi, bir kun Usmon roziyallohu anhu foydalanadi. Chunki o'sha kunga musulmonlar suv ichadi, bu kunisiga u yahudiy o'sha quduqni suvini sotish kerak bo'ladi. Natijada 28 ming dinorlik quduqni bir kunini sotib oladi. Demak, bir kunidan yahudiyning kuniga hech kim borib suv olmaydi. Bularning kuniga insonlar suvdan foydalanadi. Bu yahudiy bu narsani ko'rgandan keyin nima qiladi? To'xta deydi. Meni qolgan kunlarimni ham sotib ol, endi bir kuningni sotib ol. To'g'ri kelmayapti menga deganda, endi aytadiki, yo'q, men sendan bu narxga sotib olmayman. O'shani teng yarmiga olaman deydi. Teng yarmiga olaman degani bu o'sha 28 ming degan quduqni o'zi yarim kunni sotib olgandi yarmiga. Endi o'sha yarmini yana teng yarmiga sotib oldi. Qancha arzon tushyapti. Demak, bu degani biza bir qayerdandir nimadir sotib olishimiz mumkin bo'lgan joyda biza savdolashishimiz kerak, biza aql yuritishimiz kerakligini shu yerdan o'rgansak bo'ladi.